أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد Esselamu Aleyküm sabahdaşlar. Hazır dersimize başlayınız. Bugünkü ders naibul fail hakkında buludu. Biz aldığımız derste fail hakkında toxtalgan. Bugün naibul fail yani failga vekillap kelgen vekil fail hakkında toxtalımız. Bunda da bizge şu bir naib fail de poçun naib fail degen nima o vekil fail degen qandaq bir narsa degan bir savol meydan keladi ve shundaqla vekil fail bu nimalardan keladi degan ikkinchi bir savol paydo bo'ladi. Biz vekil naib failni tushunishdan burun avval shu pilni pil paydo shu failni naib failni tushunishdan burun avval pilni tushunish lozim keladi. Pil ikki qismga bo'linadi. Shu pil lozim ve pil mutaaddi deb ikkiga bo'linadi. Ondan keyin pil mutaaddi ve lazım ütümlük pil ve ütümsiz pil deb ikkiga bo'langandan keyin shu ütümlük pil üç qismga bo'linadi. Bir maf'ul talab qiluvchi pil, ikki maf'ul talab qiluvchi pil ve üç maf'ul talab qiluvchi pil deb üç qismga bo'linadi. Demek naib fail meydon kelish uchun cho'qim avvalan pil majhul bo'lishi kerak. Pil majhul bo'lgan chog'da naib fail degan bir hukm shakllanadi. Agar pil ma'lum bo'lsa naib fail emas, fail va deb qaraymiz. Unda da pil lazım yani pil mutaaddi ve pil lazım deb ikkiga bo'ldik. Pil lazım yine ütümsiz pil majhul qilingan chog'da dik ahvol bilan shu pil mutaaddi majhul qilgan chog'dagi ahvolda o'xshash bo'lmaydi. Shunga ütümsiz pillarning asli majhul qilinish ahvolini aytdim. Az uchraydi, ammo qilinadi. Lekin ütümlük pillar yine maf'ul talab qilgan pillar majhul qilinganda cho'qim maf'ulun bih shu naib faillab keladi. Shunga musannif deydiki naibul faili ismun marfu'un yaqa'u ba'da fi'lin mabniyin lil majhul ve yahillu mahallal fa'ili ba'da hazfihi ve hazful fa'ili yakunu imma lil ilmi bih ev al jahl bih ev al khawf minhu ev aleyhi. Naib fail degan nima desa, naib fail deganimiz majhul darajaga qurilgan pildan keyin keladigan boshqa ishlab kelgan rafi o'qiladigan ism naib fail deb ataladi. Demak, bir naib fail bo'lish uchun cho'qim bu ism bo'lish kerak. Naib fail o'tgan ism bo'lish kerak. Marfu pesh o'qilg'uchi bo'lish kerak. Yani rafi o'qilg'uchi bo'lish kerak. Yaqa'u ba'da fi'lin mabni lil majhul. Majhul darajaga qurilgan fildan keyin kelgan bo'lish kerak. Shunga fil majhul darajaga qurilmagan chog'da naib fail degan bir narsa bo'lmaydi. Ve yahillu mahallal fail o naib fail failning o'rnida keladi. Şu failni tashlab etgandan keyin failni hazf qilib failni tashlagandan keyin failning o'rniga naib fail degan. Shunga naib fail bir shu majhul fildan keyin kelish kerak ve failning o'rnida kelgan bo'lish kerak. Endi biz dedik-ku failni tashlab etgandan keyin failning o'rnida kelgan so'zni naib fail dedik. Unda da failni tashlab o'tish nima sabablardan bo'ldi desa hazful faili yakun imma lil ilmi bih. Failni tashlash yoki shu fail bilinganligi uchun, yani failni hammadan bilganligi uchun, fail mashhur bo'lganligi uchun. Masalan, xuliqal insanu desak, inson yaratildi desak, bunun içinde xuliqa degan fil majhul, en-nasu
onunki naibul fail oldu. Aslında halakallahu insane, hulikal insanu desek adır insan degen söz naib fail oldu. Aslında Allah insanı yarattı degen, Allah degen fail taşlandı. Çünkü insanın yaratkuçunun çok Allah ikenligi bilingenligi üçün ya da fail taşlanıp fil mecul kılınıp bunun orada insan degen mef'ulun bir naib fail geldi. Evul cehli bir ya ki şu fail bilinmegenligi üçün fail taşlanıp fil mecul keltirip naib fail keltirildi. Mesela biz yolda bunda kitap alsak bir yerde bir adam uçurur, bir adamın ceset uçurursa o adamın kim öldürmekkenligini bilmesek, mesela o adamın ismi Halid desek, mesela Kutila Halid deyimiz. Halid öldürülüptü. Halid öldürüldü deyimiz. Çünkü öldürücünün kim ikkenligi bilinmedi. Şunun olan fil veya da mecul kılınıp mef'ulun bih olan söz Halid eşede naib fail bulup keltirildi. Esi katele pulanun Halid'in. Palanı Halid'ni öldürdü demektir. Eşede o palanı hukmuga çıka fail bilinmegechke şu fail taşlangan fil mecul derecede keltirilip mef'ulun bih naib fail kılıp şu failin oldu keltirilgen. Ev el havf minhu ya şu failin korkallık için. Mesela aşk Halid'ni Abdullah isimli bir adamın öldürmekkenligini bildik. Ama Abdullah Halid'ni öldürdü. Katele Abdullah Halid'den Abdullah Halid'ni öldürdü desek uçağda o Abdullah kilip nimiş kimini aşkarlap buysa, nimiş kimini çekip buysa da bizden uğuşkulu kiliş ihtimallik boğan okşaş cemiyeti. Demek aşına faildin biz korkap şuna nimeklerinde Halid öldürüldü deyimiz. Bu dek koçularda mındaylık yoncukçular olsun nelonlu mahkem tutunlar da haklarında yepik yapılığına okşaş yadımı faildin indiş kılganlıktın şuna fail taşlanıp naib fail olmalı keltirilgen. Ev aleyhi ya ki şu failgi kokkan mesela Abdullah Halid'in öldürdü dediyse bu çağda Halid'nin başka tukkalları gelip Abdullah'ını öldürüp duyuş ölçemlik halette tefşiş edip verilmesinden onu öldürüp duyuş halette şeklini dağın işten ibaret failge endiş kılganlıktın faildiğe endiş kılıp failden endiş kıttırıp şunlaşka fail taşlandı deyimiz. Demek nime bolsun sebepleri bir sebepinin cihetinin fail taşlandı bir sebepinin cihetinin fail taşlanganca naibul fail onu ondikiridir. Yani mef'ulun bih nail fail kaldı. Mesela huzime el-aduvu. Huzime el-aduvu. Düşman mağlup kılındı desek mişede el-aduvu naib fail zammı ölen başka işlep kılın. Mişede huzime degen fil mecul kılındı. Esi hazeme ceyşuna el-aduve bizden koşullarımız, askerlerimiz düşmanı mağlup kıldı diyen bir cümle desek asıl cümle hazeme ceyşuna el-aduve bizden koşulumuz düşmanını mağlup kıldı diyen bir cümle bulup felemma hudifel fa'il ceyşuna diyen fa'il taşlanmağında dil ilmi bih şu fa'il bilingenliği için ceyşuna diyen bizden koşulumuzdan ibaret fa'il bilingenliği için fa'il taşlanganca da buniyel fi'lu lil mechul. Fiil mechul derecede kuruldu. Fiil mechul derecede kuruldu. Ve halle el mef'ul bih mahallel fa'il. Fiil mechul derecede kuruldu. Fa'il taşlandı. Fiil mechul derecede kuruldu ve mef'ulun bih şu fa'ilin onu geldi. Şunun ile bu mef'ulun bih naib fa'il de atıldı. Ese hazeme ceyşuna el-aduve olup fil şu ceyşuna diyen fail taşlanıptı. Hazeme diyen fil huzime de mecul kılındı. El-aduve diyen mef'ulun bi failin irabını kuvlu kılıp el-aduvu okulup naib fail oldu. Demek biz bayan filini lazım
ve mutaaddi deb ikkiga bilindiq-ku. Endi mushu naib fa'il anda nimalardan keladi degan bir savol paydo bo'ladi bizda. Naib fa'il odatda 4 narsadan keladi. İsim mu'rab naib fa'il bo'ladi. Biz bayon qilib o'tgandek huzimal adu o'xshash ism mu'rab naib fa'illar keladi ve isim mabni naib fa'illar keladi. Mabni ismlar xuddi mu'rab ismlar naib fa'il bo'lgan o'xshash mabni ismlar naib fa'illar keladi. Shundaqla masdar muavval anval ve bir pildin yoki anna ismning xabarning qismlangan masdarlarmi naib fa'illar keladi. Undan boshqa masdar sarih uçuk masdarlar naib fa'illar keladi. Zarf mutasarrif naib fa'illar keladi. Zarf mutasarrif. Zarf ikkiga bo'linadi. Zarf mutasarrif, zarf g'ayri mutasarrif deb bu maf'ulun bihning babida maxsus chiqadi. Shunga zarf mutasarrif deganimiz masalan maf'ulun bihi ular muqollini ishlatiladigan maf'ulun bihning g'ayridan ishlatiladigan shundaq zarflarni maf'ul zarf mutasarrif deymiz. Masalan al-yawm desak, masalan al-yawmu yawmul arba'a desak, bugün çarşamba günü desak, bu yawm bu yerda mubda xabar olib keldi. Ja'a Abdullah yawmal arba'a desak, Abdullah çarşamba günü keldi desek, benim maf'ulum bihi olib keldi. Şuna o'xshash zarf mutasarrif ve yoki jar majrurlar hammasi naib fa'il olib keladi. Demek shu tilninki naib fa'illeri mu'rab ismdimi bo'lalaydi. Bu da fa'il mu'rab ismi degandek ism mabni bo'lalaydi, masdar muavval bo'lalaydi. Endi masdar sarih bu naib fa'illar keladi. Odatda jari majrur fa'il bo'lmaydi. Fa'il bo'lmaydigan nurg'un narsalar shundaq nim bo'lib keladi to naib fa'illar keladi. Jari majrur odatda nim bo'lmaydi. Fa'il bo'lmaydi. Agar jari majrurdagi harfi jar zaid lam bo'lmasa ama naib fa'illar keladi. İkinci birisi pil endi lazım bo'lsa, cho'qim pil lazım bo'lsa, pil lazım degan nima desa, fa'il lam kifayini degan maf'ulun bi talab qilmaydigan pillar. Ne deymiz? Bu odatda majrur qilinsa, endi shu jar majrur harfi jarlar zahaba Muhammad ila al-madrasa. Zahaba Muhammad ila al-madrasa desak, Muhammad maktabga bordi desak, mushbil majrur qilmadi. Agar qilinib qolsa, zuhiba ila al-madrasati deb jar majrur naib fa'il bo'ladi. Ama ütümlük pil mutaaddi pil ile mutaaddi ütümlük pillar mef'ulun bi talab qilgan pillar 3 qismga bo'linadi. Al-mutaaddi ila mef'ulun vahid, al-mutaaddi ila mef'ulayn, al-mutaaddi salasat mafa'il. Yani bir mef'ul talab qiluvchi, bir dona mef'ulga ta'sirini ko'rsatuvchi, ikki mef'ulga ta'sirini ko'rsatuvchi ve 3 mef'ulga ta'sirini ko'rsatuvchi deb 3 ga bo'linadi. Agar bir mef'ul talab qilgan pil bo'lsa, pil majrur qilinganda fa'il tashlab bir dona maf'ul naib fa'il bo'ldi. Hazama jayshuna al-aduwada huzimal aduwu degan o'xshash. Agar ikki maf'ul talab qilgan pil bo'lsa, cho'qim pil majrur qilingan joyda birinchi maf'ul naib fa'il o'to, ikkinchi maf'ul asldagi holatda zubar o'qilib qolib qoladi. Masalan, sammaytu ibni Abdullah yoki sammeytu hazal velede el velede Abdullah. Men bu balını Abdullah deb atadım, Abdullah deb atadım desek, endi mishara samma degan pil sammeytu degan pil majrur qilingan joyda tu degan naib fa'il tashlandi. El velede degan birinchi maf'ul naib fa'il qilindi, ikkinchi maf'ul yine Abdullah zuvar qilindi. Summiya Abdullah summiya hazel veledu Abdullah. Bu bala Abdullah deb ataldı degan o'xshash. Yoki 3 maf'ul talab qiluvchi pillar majrur qilingan joyda birinchi maf'ul naib fa'il bo'lsa, ikkinchi uchinchi maf'ulning aslidagi zibarlik holatda qolib qoldi. Masalan, a'lamtu Muhammadan Ahmada mujtahiden. Men Abdullah'a Ahmet'nin tirishchanligini uqtirib qo'ydim desak, mishada pil majrur qilinsa,
Bu yerda u'lima oldu. Fail olan tu taşlandı. U'lima Abdullah Ahmed'e mücahiden. Abdullah'a Ahmed'in tirişcan ekanligi bildirildi degenge o'xshash ishlanadi keladi. Şuna fil ma'lum bil majul qilingan fail taşlanadi. Maf'ulun bih qat'iy maf'ulun bih bo'lmasa jari majrur zarf boshqa narsalar naib fail bo'ladi. Agar maf'ulun bih bo'lsa bir dona maf'ulun bih bo'lsa shu naib fail qiladi. Ikkisi bo'lsa birinchisi naib fail qiladi. Uchi bo'lsa üçü olsa yine birincisi naib faillab qag'ini zibarga oladi, qilib qoladi. Qag'ini kitobga tafsili qaraylik. Şu musannif deydi-ki el-fi'lu yakunu imma mutaaddiyan ay lahu maf'ulun bihi wahidun aw aksar. O mutaaddi degan nima? Fil yoki mutaaddi bo'ladi. Yana u fil uchun bir dona maf'ulun bi yoki aw aksar yoki undan ko'proq maf'ulun bi bo'ladi. Va imma laziman yoki u fil o'timsiz fil bo'ladi. Ay laysa lahu maf'ulun bi. O'timsiz fil degan lozim fil degan nima desa, uning uchun hech qanday maf'ulun bihi bo'lmagan filni ko'rsatadi. Fa iza kana al-fi'lu lahu مفعول به واحد وحذف الفاعل ورفع المفعول به على أنه نائب فاعل كما في المثال السابق. Biz demek filnin mutaaddi, ütümlük, ütümsüz ekanligi maf'ulun bih talab qilish. Maf'ul talab qilishdan ayırmaymiz, maf'ulun bih qabul qilish qilmaslikdan ayırdik. O çünkü ütümsüz fillarning mu maf'ulun bihi kamigen bilen fil lazimning mu maf'ulun bih, maf'ulun li ajli, maf'ulun ma, maf'ulun mutlaqli keladi. Fa iza kana al-fi'lu lahu maf'ulun bihi wahidun. Agar bir filning bir dona maf'ulun bihi olsa, iza kana al-fi'lu lahu wa maf'ulun bihi wahidun. Agar bir filning bir dona maf'ulun bihi olsa ve huzifa al-fa'ilu ve fa'il taşlansa rufi'a al-maf'ulu bih ala annahu naibu fa'ilin. O heliq maf'ulun bih o naib fa'il bo'lganligi asosan raf yo'qiladi. Heliq maf'ulun bih naib fa'il bo'lganligi asosan pesh yo'qiladi. Esa fa'il pesh maf'ul zibar yo'qiladi, lekin bir dona maf'ulun bih bo'lib bir filning o fa'il tashlangan joyda heliq shu zibar qilgan maf'ulun bih naib fa'il bo'lganligi asosan pesh yo'qiladi. Bayam chiqib ketganga o'xshash, masalan hazama jayshuna al-aduwa desak, aşağıda bir dona maf'ulun bih ketgan al-aduwadan iborat. Endi shu jayshuna degan fa'il tashlanibdi, al-aduwa degan maf'ulun bih naib fa'illar pesh yo'qildi deymiz. وإذا كان الفعل له أكثر من مفعول به ووظف الفاعل. Eğer fiilning bir dona maf'ulun bihdan ko'proq maf'ul bo'lsa, ya'ni fiilning 2 yoki 3 maf'ulun bihi bo'lsa va huzifal fa'ilu fa'il tashlangan bo'lsa, fa innal maf'ul bih al-awwal yurfa'u ala annahu na'ibu fa'ilin ve yabqa ghayruhu mansuba. Eğer şu fiilning bir dona maf'ulun bihi bo'lib, fa'il tashlan birdan ko'proq maf'ulun bihi bo'lib, fa'il tashlangan bo'lsa, fiilning birinchi maf'ulun bihi naib fa'il bo'lganligi asosan boshqa ishlab keladi. Va uning boshqa ikkinchi maf'uli yoki ikkinchi, uchinchi maf'ullari nasblik holatda qoldiriladi. Masalan, u'tiya an-najihu jaizatan. Utuq kazanğuchiga mukofot berildi, utuq kazanğuchi mukofot berildi yoki utuq kazanğuchiga mukofot berildi desak, asli a'ta al-mudarris an-najiha jaizatan yoki a'ta al-mudarris an-najiha jaizatan desak, o'quvchi utuq kazanğuchiga mukofot berdi degan bo'ldi. Endi bu yerda fil majul qilindi, fa'ilni tashladik. Şunun bilan an-najiha degan birinchi maf'ulun bi naib fa'illar pesh yo'qildi.
Ama caizeten degan ikinci mef'ulun bir asliki altın zibara olup kalır verdi. Şu en-naci naibu fa'ilin merfu'un bil-zamme. Caize bu peteren çünkü şekilde mef'ulun bir. Asıl cümlenin asligine kaytırırsa a'tal muallimu en-nacihe caizeten a'ta fil mazi. El-muallim fa'il. En-nacihe mef'ulun bih evvel caizeten mef'ulun bih salih. فَلَمَّا هُزِفَ الْفَاعِلُ هُوَ الْمُعَلِّمُ Muallimden ibaret fail taşlanganda hallel mef'ul bih el-evvel birinci mef'ulun bih olan el-muallim nima? Birinci mef'ulun bih olan en-nacihe aşu muallim degan failin o'rniga keldi. Halla el-mef'ul bih el-evvelu mahallel fa'il. Failin o'rnida birinci mef'ulun bih keldi. O qasiyadisi huvel-nacih şu. Ve baqiyel mef'ulun bih es-sani mensuba. İkinci mef'ulun bih o ziberlik halette kap kaldı. O ikinci mef'ulun bih caizeten şu. Tushunmagan yer bo'lsa vaqtida so'rab mansoqlar bo'ladi darsda. Bugun hamda buchoqchik iborat kitobning iboratlarini o'qitmagan bo'lg'achqa sizlarga iborat o'qinglar desam balkim ba'zinglar sizlarni do'qlab qolishinglar mumkin. Shunga bundan keyin kitobning iboratlariga tayyorlik qilib, tarjima qiladigancha o'qiganligingcha o'qib, darsga oldin tayyorlik qilib, shunga darsni iboratni sizlar o'qinglar. Ba'zinglar uni o'qisanglar, ba'zinglar tarjima qilishinglar mumkin. Agar yoki men tarjima qilib berishim mumkin, tushuntirib mushunda bo'ladi. وإذا كان الفعل لازما وحذف فاعله وبني الفعل للمجهول جاز أن يكون نائب الفاعل مصدرا أو ظرفا متصرفا أو جارا مجرورا ومجرورا. Agar fiil lazım bo'lsa, fiil ütümsiz fiil bo'lsa, maf'ul bih talab qilmay ma'na tutgan fiil bo'lsa, va huzifa fa'iluhu shu fiilning fa'ili tashlangan bo'lsa, buniyal fi'lun majhul va fiil majhul darajaga qurilgan bo'lsa, jaza an yakuna naibul fa'il. Naib fa'ilning masdar bo'lib kelishi, asl maf'ulun mutlaqning masdar deganimiz maf'ulun mutlaq. Şu mef'ulun mutlaq olan masdarının naib fa'illab kelishi yoki zarf-ı mutasarriflarning naib fa'illab kelishi yoki jar-ı majrurning naib fa'illab kelishi durust. Mushlardan birisi naib fa'illab kelsa bo'ladi. Masalan, yutanazzahu fil hadaiq. Bag'chida asli yatanazzahu asl cümle yatanazzahu an-nasu fil hadaiq. Kishilar bag'chida sayl qilyotadi. Sayli sayahat kılıvatıdı desek, hazır endi en-nasu degan naib fa'il taşlandı. Şunun fil hadaiq degan el-jar vel majrur yutanazzahu degan filning naibul fa'ili oldu. Yani bag'chida sayli qilinyapti degan o'xshash. Falamma hudifal fa'il wan-nas wa bunya al-fi'l lil-majhul wa asbaha al-jar vel majrur naib fa'il. Şunu bilan en-nas'tan ibaret fa'il taşlanganda, fi'l mevcut derece kurulganda el-jar vel mecrur naib fa'il bo'ldi. Yusamma el-fi'lu ma'al fa'il mabniyan lil-ma'lum li'annahu fa'ilun li'anna fa'ilahu mazkurun fil cümle. Fa'ilen birlikte kelgan fi'l ma'lum derecede kurulgan fi'l deb ataladi. Nimishqa fa'ili birlikte kelgan fi'lni bir fi'l kiptu, fa'ili bilan birlikte fa'ili tashlanmabdi va yusammal fi'lu ma'al fa'il. Fi'l fa'ili bilan birlikte kelgan fi'l atiladi, ma'lum derecede qurilgan fi'l deb ataladi. Shunga fa'il bilan kelgan fi'l ma'lum derecede qurilgan fi'l ma'lum deb ataladi. Deymiz. Nimishqa fa'ili bilan birlikte kelgan fi'l ma'lum derecede qurilgan fi'l ma'lum deyiladi. Yani iniq derecedeki fi'l deyiladi desa, çünkü onun fa'ili cümlede mezkur. Fa'ili cümlede sözlengen, fa'ili cümlede iniq bilingen bo'lg'achqa, shuni bu ma'lum deb ataladi.
Yani pil ma'lum degan, ma'lum bil degan nimasi ma'lum desa, faili ma'lum, faili inek bo'lgan pil demek. Ve bittali fehuve ma'lum. Neticede o fail ma'lum buludur. Ve yüsemmel failun ma'a naibil fail. Naib failden kelgen pil mechul derecede kurulgan pil dep atılıdı. Çünkü onun faili taşlangan, şunu olan o fail mechul bulap kalgan boğaçka, şunu fi'lun mechulun faili bilinmeyen pil dep atılıdı. Hoş. Anda olsa pilni biz adın pil mechul kılınsa, faili taşlansa dedik. Anda da pil kanda mechul kılındı. Mechul kılınış şekli kanda bulunursa tetagayyaru suratul fil inde binaihi lil mechul. Filnin sureti fil mechul derecede kurulganda filnin ma'lum haletteki şekli özgürdü. Mesela fil madi ninki ma'lum haletteki şekli mechul kılınganda özgürüp girdi. Kanda özgürlükse fil madi yudammu evveluhu ve yükseru ma qabla ahiri. Mesela fil madinin evveli peşu kılıdı, ahirine aldın qarib kesr kılıdı. Fil madi mechul kılınsa avval qarib nima kılındıken peşu kılıdıken ahirine aldın qarib kesr kılıdı. Mesela sana'an neccaru es-selase. Haret öy cazıllarını yasede desek sana'a ma'lum derecede kullan fil el-neccar onun faili asasen mef'ulun bihi olan. Yani fil mecul kılındığında suni'a el-asasul öy saymaları yasal diye desek benim işede filnin evveli sat harfi suni'a deb zammu kıldı. Ahirinin aldın qarib buğan nun kesru kıldı. Ahir qarib öz halini kaldı. Ma'lum haletimiz sana'a deki ayn zibar kılgan. Mecul derecede suni'a deb o ayn aslında ziru kıldı. Zibar kıldır verdi. Ama birinci harf buğan sat peşu kıldı. Ahirden sanab ahir qaribini aldın qarib buğan nun kesru kıldı. Suni'a kıldı. Mana bu film mazinin üç harflik sağlam pillerin mecul kılınış ehvali. İkincisi ekremel muallimu el faize. Okutkucu utuq kazanıcını hürmetle desek ekreme fil ma'lum el muallim fa'il el faiz mef'ulun bihi olan bolsa mecul kılıngan ukrimel faizu kılındı. Yine ahir filnin avvelini kılındı, avveli peşu kıldı, ahirden sana ahir qarib aldın qarib ziru kıldı, ahirinin aldın qarib ahirinin sana ikinci harf ra'di, urra ziru kıldı, avvel qarib boğan alif peşu kıldı, şunu onun ekreme ukrime kılındı. Ve izâ kânel fi'lu mebdu'en bitâin dumme saniyeten ma'atta. Eğer pil tevilen başlangan bolsa, mesela tesellemet degen go'xşaş, muşundaq pilla tevilen başlangan pil bolsa, o şu ta pilnin evveli şu ikinci ta şu tevilen qo'shilib ikincisi mu peşu kılıdı. Ve dumme saniyeten ma'atta. Fil esa avval qarib peşu kılıdık biz. Fil mecul kılıngan çağda avval qarib peşu kılıdı. Ahirin sanat ikinci harf zırı kıldıdır. Ama fil bunda tevilen başlangan filken bilmek çoğunuz tefa'ale yetefa'alu babıdınken manda filla boğan bolsa tevilen başlangan fil olsa zumme saniyetu ma'atta. Ay 5 çıkarken tevilen ikinci harfi mu billi peşu kılıdı. Mesela tesellemet tusullimet degen go'xshaydi. Tesellemet tusullimet deb peşu kıldı. Mesela avval qarib bo'lgan ta peşu kıldı. Onun qiyandashgan ikinci harf bo'lgan sinmi peşu kıldı. Tusullimet kıldı. Demek bunu mundaq desak mı buludu? Pil ma'lumlarni mecul qilishda sağlam pillan bo'lsa, ahir qaribning oldin qaribni peşu zir o'qiymiz, uning oldiga barliq harakatli harflarni peşu o'qiymiz desak mı buludu? Mesela teselleme tusullimet, sana'a suni'at degan go'xshash
ahir qarib sağlam pilli bolsa, o pil sahiyken ahirden sanab ikinci harfni zir okuymiz. Onun aldaki kullu mutaharrik her qandaq hareketlik harflerinin hemmisi peş okuludu. Mesela tesellemet, tusullimet degan o'xshash. Ve izâ kâne mâ qabla âhirihi alifen qulibat yâ'en ve kusira mâ qablaha. Eğer ahir qaribni oldin qarib izâ kâne mâ qabla ahir qaribni oldin qarib alif bo'lsa, alif yağ yo'tkiludi ve onun oldingi narsa kasr o'qiladi. Masalan qala degan o'xshash. Avval qarib biz bayan peş o'qildik. Ahir qaribni oldin qarib zir o'qildik. Qalini majul qilganda esa izâ kâne mâ qabla ahir ahirni oldin qarib alifken qala ba'a degan o'xshash. Alifken alif bo'lsa bu alif yağ yo'tkiladi. Yağ yo'tkiladi ve kusira mâ qablaha. Ve o yağının oldin qarib kasr o'qiladi. Mesela qalani majul qilgan chaqda qilal haqqu qala shahidu al haqq. Shahid haqni so'zladi desek qilal haqqu haq so'zlandi. Mesela qalida ahir qaribni oldin qarib ilibken bunu ya qilsak qayla bo'ldi. Qayla. Şu ya'nın oldin qaribni nima qildi demdi? Zir o'qindi de buni zir qilib aytdi qila bo'ldi. Buni holatda mana majul qilsak buni aytib oson. Bu yukarısı fiil mazinin mecul kılınış şekli. Endi fiil muzari qanday mecul kılınırsa yudammu avvaluhu ve yubtahu ma qabla ahiri. Fiil muzari mecul kılışta evvelini, onun evveli peşi okuludu. Yani harf muzariat boğan beşlik harf peşi okuludu. Ahirden sanab ikinci harf, ahir kısa harften aldın qarib ziber okuludu. Şuna olan fiil mecul kılınırdı. Mesela yasurru zahru al-aynayn. Gül işközü xurusan kıldı. Tusarru al-aynan. İşközü xurusan kıldı degan o'xshash. Mana bu fiil yasurru yusarruga o'zgartirildi. Muzari tarafi bo'lgan avval qarib pesh o'qildi, oxir qaribdan oldin qarib bo'lgan sin zibar qildi. Shuna bilan fiil mecul qildi. Yudammu avvaluhu ve yubtamu ma qabla ahirihi degan ma'no. Lekin ma cümle bizning diqqatimizda turadigan yana bir yer bor. Yasurru zahru al-aynayn deb yasurru deb mecul qilinganda tusarru deb qatdi. Bu qanday gap desa, agar bir fiilni mecul qilganda fa'il muzakkar bo'lganlikdan fiil ma'lum bunda fiilning muannasning ta'siridan xoli bo'lgan bo'lsa mecul qilingan chaqda maf'ulun bi naib fa'il qilindi. Maf'ulun bi ayollik bo'lgan bo'lsa fiilni fa'ilga ergashtirib ayollik qilamiz. Masalan yasurru zahru al-ayn. Yasurru fiil, az-zahru fa'il, al-aynayn maf'ulun bihi. Mana chunki al-aynayn ikki ko'z degan gap insonlarning jub a'zosi ayollik muomala qilinadi. Anda bo'lganda yasurru degan fiilni majbur qilganda az-zahru degan fa'il tashlandi. Anda bo'lgandan al-aynayn degan maf'ulun bi hozir naib fa'il qilinib tusarru al-aynani bo'ldi. Yusarru al-aynani bo'lmay tusarru al-aynani bo'ldi. Chunki al-aynan nimadir? Naibul fa'il. Yani fa'ilning o'rni degan vakil fa'il bo'lganligi uchun xuddi fiil bilan fa'il ayollikqa maslish lozim bo'lgan yerda bu yerda maslishi bunimi naib fa'ildimi lozim bo'ladi. Yüşahidun nas al-la'ibina. Kişiler mecbur tenelkeçiler alayda kuruluvatıdı yoki onlar tamasha qilinuvatıdı. Alayda desek mana bu yerda yushahidu avval qaribni pashoqin degan pashoq qo'yilgan desek aslan pashoq bo'lgan o'zal bilan qoldi. Oxir qaribni oldin qaribni zibar qildi. Hazirken zibar qilsak yushahadu bo'ldi. Ve izâ kâne mâ qabla âhiri ya'an ev vâven qulibat alifa. Eğer
pilning aşı pil muzarinin ahir qaribdan oldin qarib yaken aşı pilning ahir qaribdan oldin qarib ya yoki voken. Pilning ahir qaribdan oldin qarib yakittu yabi'u degan o'xshash. Yoki voken yasumu degan o'xshash vo bo'lsa, u ya va vo ikkilisi alif deb o'tkaziladi. Masalan, yabi'ul fallahu al-qutna. Bak, yabi'u peşuk etmiz. Ahir qaribdan oldin qaribni zibar o'qigan, lekin ahir qaribdan oldin qarib nima ekan? Yaken. Ve şundaqla yasumu desek, muzari tarafini peşuk qilsak, ahir qaribdan oldin qarib voken. Demek ahir qaribdan oldin qaribni bo'lsa, ya bo'lsa yoki vo bo'lsa, bu chog'da buni qulibat alif var. Mushu vo bilan ya ilib o'tkaziladi. Ham yabi'uni majrur qilsak yubi'u ilib o'tkazsak yuba'u. Nimishqa yani ilib o'tkazgandan keyin lam ilib deganga zibar munosib bo'ladi. Ba'ning zir hareketini cho'qim zibar o'tkazimiz yuba'u bo'ladi. Yasumunmu majrur qilganda yusamu bo'ladi. Chunki voni ilib o'tkazgandan keyin ilibga munosib fatha deb shuning bilan biz shu satdagi zammini ilib o'tkazamiz, shuning bilan yusamu bo'ladi. Naibul fa'il arba'atu anwa'in. Naib fa'il 4 qismga bo'linadi. Yine abiye men deb o'tganga o'xshash naib fa'il 4 turdan keladi. Birinchisi yuqoriga o'xshash misollarga o'xshash ism ma'ruflar bo'ldi. Buni aytib ko'p chiqib bo'ldi. Ikkinchisi ism mabni bo'ladi. Masalan, ism mabnidir, masalan, zimir zahirlar, zimir mustatirlar, zimir meli oshkor zimir olsun, meli yushin zimirlar olsun, zamirlar naib fa'il bo'lalaydi. Ism ishoratlar naib fa'il bo'lalaydi. Ism mavsular naib fa'il bo'lalaydi. Ishqib mabni ismlar naib fa'il bo'lish lozim kelsa, bo'lalaydi. Masalan, fuji'atu bi ziyaratik. Sening ziyoratingdan hayron qoldirildim desa, bu asli faja'ani yoki fuji'atu. Asli sen meni hayron qoldirding, ziyorating bilan sen meni hayron qoldirding. Faja'atani bi ziyaratik deganga o'xshash. Bo'lib, mishada fuji'atu degan ta shu mabni zimir, oshkor zimir fi mahalli raf'in naib fa'il. Yani urunjati boshqa ishlab kelgan fa'il bo'ldi. Al adu huzima, dushman mag'lub qilindi desak, mishada huzima degan majhul fe'l, uning fa'ili naibul fa'il zimir mustatir huwa bo'ladi. Al adu mubtada damla boshqa ishlab kelgan mubtada. Huzima fil mazi mabni lil majhul, naibul fa'il zimir mustatir taqdir huwa. Yuhakamu hazal muznib. Bu günahkar hüküm kılındı. Bu günahkar hüküm kılındı desek, benim şeyde yuhakamu degan filni majhul qildik. Hazal muznib naib fa'il, ism ishorat naib fa'il olib keldi. Haza degan ism ishorat yuhakamu naib fa'il, al muznib hazadan badal. Kufiya men najah. Kufiya men najah. Utuq qazangan kişi mukafotlandı desek kafa. Hazır majhul qilgan kufiya oldu. Men'den ibaret ismi mevsul. Buna bir yerde naibul fa'il oldu. Sata'ti dirasatu ma taqaddama indi şerhil ismil mebni fil fasl sani. Qaldısıga muşu ikinci faslda mebni ismlarni tushundirilganda yuqorqila qayta bir qatim dars qilinadi. Yuqorqi mazmunlar. Üçüncüsü masdar muavval min an vel fil ev enne ve ismaha ve habara. En ve fiilden qiyas qilingan masdar yoki anna, anning ismi, anning xabardan qiyas qilingan masdar naib fa'il bo'lalaydi. En ve bir fiilden qiyas qilinsin bo'ladi yoki anna, anning ismi, anning xabardan qiyas qilingan bo'lsa, ikki qiyasi masdar naib fa'il bo'lalaydi. Mesela aribtu annaka mujtahidun. Men senin tirishchanligingni bildim degan bo'ldi. Hozir majhul qildimi?
urifa annaka mujtahid. Senin tirişçan ekanlikin tunuldu, bilindi. Urifa ijtihaduk degan ma'noda naib fa'il. المصدر المعول من أن واسمها وخبرها نائب الفاعل لعرف. مشدا أن اسم خبر همس كشوف عرف ديgan نائب فاعل. Dördüncüsü مصدر صريح أو ظرف متصرف أو جار مجرور. Uçuk masderler. Masder sarih mesela masder muavvelenden fark var yani masder sarih mesela ketebe yaktub gelese yazıyorsun julus çıkan okşaş ketebe yaktubun kitabetun çıkan okşaş mesela yani nesren çıkan okşaş mağlun masder sarih uçuk masder deyimiz anne isminden yaki an ve bir puldan klasmanını o ijtihaduk da kıyas kılındı işte anne ve onun ismi ve haberin ijtihaduk kıyas kılındı bunu şu an kıyasın masderler. Şu masder sarih uçuk masder naib fa'il oldu. Zarf-ı mutasarrif naib fa'il oldu. Car mecrur naib fa'il oldu. Handa çağda İzâ kânel fi'lu leyse lehu mef'ulun bih ve bunya lil mecrur. Eğer fiilnin mef'ulun bih bulmasa fiil mecrur derece kuruluptu. Fiil mecrur kılınıptı. Mef'ulun bih bulmaganda yukarı nesile masder sarih'le mef'ulun mutlak'la zarf mef'ulun bih'le car mecrur'la olan naib fa'il oldu. Avlen fil mecul kılınırken naib fa'il kılınır ise mef'ulun bih. Birinci mef'ulun bih naib fa'il oldu. Birinci mef'ulun bih naib fa'il oldu. Kağını kap oldu. Eğer bir tane mef'ulun bih olsa şu naib fa'il oldu. Kat'i mef'ulun bih yok olsa üçüncüsü uçadı mef'ulun mutlak oldu. Ya zarf oldu ya cari mecurda naib fa'il oldu. Mesela Ukbile ikbalun şedidun degan o'xshash. Ukbile ikbalun şedidun. Aslisi aqbala Muhammedun ikbalen şediden. Desek ma'lum holatini bir qiyas qilsak, aqbala Muhammedun ikbalen. Muhammed hakikaten Muhammed nayt qattiq keldi. Muhammed hakikaten keldi desek, meda hozir ukbile ikbalun şedidun deb nishada fil majul qilindi. İkbalun şedidun ikbal degan mef'ulun mutlaq masdar ukbila degan fiilning naib fa'ili qilindi. Suhirat laylatun cemiletun. Güzel bir kecha uykusuz qilindi. Asl sahartu laylatan cemile. Güzel bir kechada men uykusuz bo'ldim, uxlamadim degan bo'ldi. Endi suhirat ekan. Hozir suhirat laylatun cemiletun. Endi güzel bir kecha uykusuz qilindi desak, nishada bu mef'ulun bih yok. Şundan zarf leylatun degan zarf mef'ulun bih naib fa'il qilindi. La yuskatu ala ihanetin. Ahanetga sukut qilinmaydi. Asl la yasbutu Abdullah ala ihanetin. Abdullah ahanetga sukut qilmaydi degan bo'ldi. La yasbutu desa o'shada ma'lum bo'ldi. Endi o mecul qilish uchun naib fa'ilni tashladik Abdullahni fil mecul qilindi la yuskatu ala ihanetin. Ahanetga sukut qilinmaydi. Yani ahanet degan sukut qilinadigan narsa emas o. Ahanet sukut qilinmaydi. Ahanet sukut qilinmaydi desak nishada ihane. Bunga ahanet qilish sukut qilinmaydi. Ala ihanet degan jar majrur, yuskatu degan majrurning naib fa'ilini jar majrur. يلاحظ أنه أينما وقع في الكلام فعل مبني للمجهول تعين وجود نائب فاعل لهذا الفعل. Mülahiza qilishga arziydigini shuki, kalamda majhul darajaga qo'yilgan fe'l qandaq yerda kelsin, kalamning qandaq yerda majhul darajaga qo'yilgan bir fe'l kelsa, ta'ayyana wujudu na'ibul fa'il fi hadal fe'l. Bu majhul darajaga qo'yilgan fe'lning naibul fa'ilning mavjudligi barligini aytdi. Aniq. O chuqur arqs majhul fe'lning keynidan naib fa'il birlikda shart emas. İşte majhul fe'l keldikan o mafilning nimasi yo'q ekan, naib fa'il yo'q ekan demaymiz. Ba, nada bo'lsa ba, chunki fe'l bo'ldikan chuqur fa'ilsiz maydonga kelmaydi. O fa'il majhul naib fa'il bo'ldi, ma'lum bo'lsa fa'illar keldi. Shunga mush fe'l uchun naib fa'ilning vujudi borligi aniq. Naibul fa'il yakunu kama sabaqa zikru fil band as-sabiq.
naib fa'il yuqarı şu ilgirki yuqarı maddada gepi ilgiri ötkenga o'xshash zikr qilingan o'sha naib fa'il yoki ism mu'rab bo'ldi ya ism mabni bo'ldi ya masdar muavval bo'ldi yoki uch masdar bo'ldi ya jar majrur bo'ldi yoki zarf bo'ldi bu tugadi. İza kana naibul fa'il musanna aw jam baqiya al-fi'lu mufrada. Endi fi'lning fa'ili birlik ismni kilalaydi, birlik ismni fi'l fa'illab kilalaydi, ikkilik ismni fi'lning fa'illab kilalaydi, ko'plik ismning fi'lning fa'illab kilalaydi. Demak, fi'lning fa'ili birlik bo'ladi, ikkilik bo'ladi, ko'plik bo'ladi, fi'l davomli birlik bo'ladi deganmiz. Endi naib fa'ildan mush qoida bormi? Naib fa'ildimi? Yine naib fa'il ikkilik ismdan keladigan, ko'plik ismdan keladigan ahvol bormi? Bor. Naib fa'il ikkilik va ko'plik bo'lgandimi? Bo'lgan chog'ladimi? Yine fi'l birlik holatda qatqilaydi. Masalan, duriba al-waladu, duriba al-waladan, duriba al-awlad, duribat al-banat degan o'xshash. Mana birinchi duriba al-waladu naib fa'il birlik ism, duriba al-waladan naib fa'il ikkilik ism, duriba al-awlad naib fa'il ko'plik ism bo'lib kelgan o'xshash. يطبق بالنسبة لتعنيس الفعل مع نائب الفاعل نفس القواعد التي تحكم تعنيس الفعل مع الفاعل. Xuda şu fi'llen fa'ilni erlik ayollik qilishni men bayon berdim deb ketdim o. Xuda fi'lning babı fa'ilning babida fa'il erlik bo'lib fi'lni erlik keltiramiz. Fa'il ayollik bo'lib fi'lni ayollik keltiramiz degan bir qoida chiqqan bitti. Şu qoida naib fa'ildimi yine o'rtaq ishlatiladi. Fi'lni naib fa'ilga bilen fi'lni naib fa'il bilen ayollik keltirishga nisbatan şu fi'lni fa'ildan ayollik keltirib fa'ilning sababini fi'lni ayollik keltirish hukm qilingan şu fi'lni fa'ildan ayollik keltirishga hukm qilgan qoidaning o'zi mushu fi'lni naib fa'illarga ayollik kelishga tatbiq qilinadi. Şu qoida bunun da tatbiq qilinadi. O'xshash Luqibat Fatimatu biz-Zahra. Fatima Zahra deb laqablandi. Fatimatu Zahra deymiz. Fatima Zahra deb laqablandi. Endi mishada naibul fa'il muannas haqiqiy Fatima. O fa'il o'zining filidan bir fasil bilan ayritilmadi, so'ng filni muannas keltirish vojib bo'ldi. Masalan, laqabtu Fatimata biz-Zahra. Men Fatimani Zahra deb laqabladim. Men Fatima Zahra deb laqab qo'ydim desak, u joyda ma'lumdir. U joyda laqabtu bo'lib yoki laqaba Ahmad Fatimatu Zahra, Ahmad Fatimani Zahra deb laqabladi desak, u joyda ma'lum bo'lgan fi'lning fa'ili muzakkarni laqabadan muzakkar kelgan. Hozir majul qilindi, luqibat keldi. Nimishqa? Naib fa'il olan Fatima ayollik bo'lg'achqa. Safinatul fadoi utliqat. Mishada Safinatul fado utliqat keldi. Endi mishada utliqat naibul fa'il zamir mustatir yaudu ala muannas yajibu ta'nisul fi'l. Mishada utliqat degan fi'l majul qilindi. Uning tagida huwa degan zamir va Safinatul fado qaytadi. Olam kemisi quyab birildi. Alam kemisi quyab birildi desek utliqatning tagidagi hiya degan zamir safina qaytadi. Çünkü mishada bu fa'il zamir asli Safinatul fadoi atlaqtu degan bo'lsa-ku, men olam kemisini quyatdim degan bo'ldi. U chaqda fil ma'lum bitdi, ma'lum. Endi hozir Safinatul fado utliqaning tagidagi zamir Safinatul fado degan muannas ism qaytgan bo'lg'achqa, bu utliqa kami utliqat keltirildi. Unhiyat aw unhiyal harbu degan bo'lsa. Urush nima qilindi? Oxirlashtirildi. Unhiyal harbu desak bu, unhiyat al harbu desak bu. Xuddi ma'lumidimi? Anha mishal unhiyal harbu yoki unhiya al harbu yoki unhiyat al harbu. Chunki al harbu muannas majazida fi'lning fa'ili muannas majazi bo'lsa, fi'lni fa'il bilan moslashtirish
ve maslashtirmaslik durust degan majulda shunda. Xuddi tala'at shams durust bo'lganda u niyatil harbu, u niyal harbu ikki durust bo'ladi. Uqima aw uqimat al-masani'u. Zavutlar quruldi. Yani zavutlar turg'izildi, barpo qilindi desak, naibul fa'il jamu taksir. Pilni muannas keltirish durust. Pilning fa'ili jamu taksir bo'lsa, u chog'da pilni fa'il bilan maslashtirish durustdi. Maslashtirmasak ham bitti. Majul bo'lganda dal shu qoida tatbiq qilindi. لا يشترط أن يعطي نائب الفاعل بعد الفعل مباشرة بل قد يفصلهما فاصل أو أكثر. Endi Xudo filning babida mushu fildan kelgan naib fa'il fildan kelgan naib fa'ilninki fildan kelgan fa'ilninki shart bo'lmaganga o'xshash. Endi fildankin bir vasita naib fa'ilning kelishi shart emas. Bu da naib mecul kılırken onun kendini çatış naib fa'ilning kelishi shart bilmaydi. Belki çıksın o'tini bir yoki bir necha bir ayırıp turuvchi fasillar ayırıp tursa bo'ladi. Demak, fa'il bilan naib fa'ilning o'tirg'a bir yoki bir necha so'z qistilib kelsa, durust mecul bilan naib fa'ilni o'tirsa. Masalan, yuqsadu bil ajri kullu ma yu'ta lil amili liqa amalihi. İşçinin xizmetining jihatidan ishchiga berilgan har qanday narsa ajr deb maqsad qilinadi yoki ajr deb qaraladi. Desak, mishada yuqsadu bilan kullu degan naib fa'ilni o'tirishqa bil ajr degan jari majrur ustirilib keldi. Bundan ko'rib oldikki, fil bilan majrur fil bilan naib fa'il o'tirishqa so'z ustirilsa bo'ladi degan gap chiqdi. Al-aslu an yaqa naibul fa'il ba'da fi'l al-mabni lil-majhul. Asl qoida naib fa'il majhul daraja qurgan fildan kelgan naib fa'il qilish asl qoida. Ammo o'tirga fasil qistilib, o'tir ayrı etilsa bulamdi desa bo'ladi. إلا أن اسم المفعول قد يعمل أحيانا عمل الفعل المبني للمجهول ويرفع نائب فاعل. Şundaqla mef'ulun bih ba'zida majhul daraja qo'yilgan filning amalini amal qiladi. Bu yerda bo'lgan o'tirqishi 5ta ismi fa'il ma'lum daraja qo'yilgan filning amalini gayda amal qiladi degan. Demak, chunki ism fa'il degan ma'lum daraja qo'yilgan fildan yasaladi. Ism maf'ul degan majhul fildan yasaladi. Fil chunki ism maf'ul majhul filniki yasalgan bir ajunki ism mushtaqi. Ism ashuniki. Şuna isim mef'ulmu xuddi majhul fil shu naib fa'ilni peş o'qitgandek naib shu majhul fil naib fa'ilni peş o'qitgandek isim mef'ulmu naib fa'ilni peş o'qitadi. Xuddi majhul filning jar majrur naib fa'ili bo'lganga o'xshash isim mef'ulningmi jar majrur naib fa'ili bilan qilalaydi. Masalan, استقال العامل المطلوب نقله. Yoki onun yetkilishi talab qilingan ishchi hamda istiqala bir nima istiqala deganning ma'nosida uqmadim buni kallam kamardi. Lekin bizga lozim bo'lgani sizlar buni obdan bilasizlar, sizlar ko'p bilibanglar. Uqmadim istiqalani. Anladin. Endi yetkilishi talab qilingan xizmatchi istifa so'di yoki ishchi
istifası degende bizge lazım bolgan al-matlub. Al-matlub. Endi müşede naqluhu al-ma'lub degan majul filninki al-matlub degan ism maf'ul tuliba degan majul fildan yasalgan. Endi müşede naqluhu al-matlub degan şu ism maf'ulun naibul fa'ili deymiz. Yani onun naqli yetkilishi talab qilingan degan bo'ldi. Müşede naqlu naibul fa'il majul darajada qilingan naibul fa'il matlub degan ism maf'ulninki naib fa'il bo'ldi. Mesela هذا الحديث متفق عليه desek, bu hadis ittifaq qilingan desek, aşağıda alayhi degan jari majrurni muttafaqun degan ism maf'ulning naib fa'ili qilsak bo'lgan o'xshash, jari majrurni naib fa'ili qiladi. Demak, ism maf'ullar majrur filning naib fa'ili nimadan kelgan bo'lsa, ism maf'ullar bumi ana shundaq naibul fa'illar kelaydi demakchi. ستأتي دراسة ذلك عند شرح المشتقات في الجزء الثاني من الكتاب. Kitabın ikinci kısmında, şu kitabımız iki kısım, birinci kısmı nahvi kısmı, ikinci kısmı sarf kısmı oldu. Kitabın ikinci kısmında yasalma isimler, müştakkat yasalma isimlerini düşündürgende yukarıya şu isim mef'ullarının gapleri yana diqqatim keladi. Bugünkü dersimiz şu naibul fa'il haqida bo'ldi. Dersimiz müşakçı olsun. Başka sorularınız olsa sorsanlar buludu. İnşallah ikinci dersimiz tabi'ten başlandı. Tabi'ten başlandı. Şunu olan merfuat kısmı asasen ahirleşip kaldı kitapninki. İntihamesi şu tabi tügendeki keyin intihamlandı. İntihamdan keyin intihamın ahvalı qalab qayta bir qıtım reaksiyonlandı dersler. Şuna imtihanaga tayyorlik qilinglar. Başqalarınki savollaringiz bo'lsa, tushunmaganlaringiz bo'lsa so'rasanglar bo'ladi, hozir so'rasanglar bo'ladi, yo'lga bo'lgan keyin takrorlab shu yoqda tushunmagan chog'da so'rasanglar bo'ladi, qachon so'rasanglar bo'ladi. Bu bir, ikinci birisi tapşırıqni yo'llab berdik. Yine bugün tapşırık yollanadi inşallah. Şu tapşırıqning joyida ishlanglar. Lekin tapşırıqlarni men tekshirgandan keyin tapşırıqlarda diqqat qilmagan bir nuqta mubtadaning xabarining ayollikdan maslish nuqtalariga ko'pincha shada diqqat qilmabsizlar. Yani mubtada erlik xabar ayollik kelgan ya mubtada ayollik xabar erlik kelgan mushahvallar bo'lib qolibdi. Bu nuqtalarga yaxshiroq diqqat qilsanglar.